Natijalar gapirsin rubrikasi. Men sotuvchi sifatida bu korsetni qancha maqtamayman, lekin natijalar buni aksi bo'lsa, ming chiranib maqtagandan foyda yo'q. Gap isboti bilan bo'lsin degandek, mendan korset xarid qilgan klientlarimni natijaligi bilan bo'lishaman. Ko'rib turganingizdek, bu korset qorinni osilgan shunaqa fartuk qismini ham ketkazib beradi. Umuman olganda tug'ruqdan keyingi qorninglar bo'ladimi, keservadan keyingi osilgan qorninglar bo'ladimi, semirganinglardan chiqib ketgan bel va biqinlar bo'ladimi, farqi yo'q. Hammasini 100% qirg'izib, ketkazib, sizlarni xipcha bel holatga keltira oladi. Bu do'y postlarni ko'rib, rostdan ham ketkazarmikin deb ikkilanasizmi? Ikkilanmang. Menda bundan ham zo'r natijalar bor. Meni o'zimni ham ikkita farzandim bor va ikkala farzandimdan keyin ham aynan shu korset yordamida qornimni butunlay ketkazganman. Agar siz ham mendan korset xarid qilib, qorningizni ketkazmoqchi bo'lsangiz, belingizni ingichkalashtirmoqchi bo'lsangiz, osankangizni tekislamoqchi bo'lsangiz, faqat va faqat shu nomerga Telegramdan yozing. Men o'zim sizga korset haqida to'liq ma'lumot beraman. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor va u mutlaqo bepul.